oldinlari bolalarni ko'chadan uyga kirita olmagan bo'lsak, bugun uydagi bolani ko'chaga olib chiqa olmayapmiz. Hattoki ota-onalarimiz bilasiz, hozir telefonga kamida 3-4 marotaba qarab qo'yishadi. Qanchalik o'quvchi tanqidiy fikrlayapti, qanchalik qabul qilyapti. Natija uni lug'at boyligi keskin kamayib ketadi. Bugun tug'ilayotgan bolalar onasini qornida qo'lida telefon bilan tug'ilishyapti. Har kuni o'sha sug'ur kunidek davom etayotganlik, o'yinlarga bog'lanib qolishi. Og'zaki nutqiga ko'proq e'tibor qaratishimiz lozim deb o'ylayman. Boladan raqamli texnologiyalarni tortib ola olmaymiz, lekin unga mana shu gadjetlardan qanday foydalanishni o'rgatishimiz mumkin. Assalomu alaykum. Renessans minbari tok-shousi efirda bugun ham sizlar bilan muhim bo'lgan mavzulardan birini muhokama qilishga tayyormiz. Ma'lumki, bugungi kunda zamonaviy axborot texnologiyalari, xususan internet, mobil qurilmalar, gadjetlar insonlarning hayotining ajralmas qismiga aylanib ulgurgan. Bugun biz nafaqat ulardan muloqot qilyapmiz, axborot olyapmiz va ulardan foydalanyapmiz. Umuman sodda qilib aytganda biz internetda yashayapmiz. Va shunisi aniqki, so'nggi davrlarda raqamli qaramlik zamonaviy jamiyatning eng dolzarb muammolardan biriga aylanib qolgan. Raqamli qaramlik ortidan esa inson salomatligiga, xususan yoshlar salomatligiga, ularning ruhiyatiga salbiy ta'sir o'tkazilmoqda desak mubolag'a bo'lmaydi. Anglaganingizdek, bugun Renessans minbarida raqamli qaramlik, gadjetlar ruhiyatimizni qanday boshqaradi va doimiy onlayn bo'lish nimasi bilan xavfli degan mavzuni muhokama qilamiz. Bugun biz raqamli qaramlikdan voz kechishimiz uchun qaysidir ma'noda yoshlarning bo'sh vaqtini ham mazmunli tashkil etishimiz kerak ekan. Va bugun markaz tomonidan tahlillar olib boriladi va tekshiruvlar olib boriladi. Bu borada ham sizdan ma'lumotlar tinglasak bo'ladi, marhamat. Albatta, avvalo bir narsani aytish kerak, ya'ni bu raqamli qaramlik bu mahalliy muammo emas, bu dunyodagi umummilliy, umumjahon muammolaridan biri hisoblanadi. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, Amerikaning yirik media tashkilotlaridan biri Common Sense Media degan tashkilot bor. Bu nodavlat notijorat tashkilot hisoblanadi. O'sha tashkilot tahlillariga ko'ra aytadiki, 0 yoshdan bola 8 yoshgacha o'rtacha ekran vaqti deydi 2 soat 27 daqiqani tashkil qiladi deydi. Bu ijobiy dinamikada, ya'ni o'sishda davom etmoqda hali. Yana shu narsani aytish kerak, hozirgi kunda biz bolalarni telefondan ayirib qo'ya olmaymiz. Chunki biz texnologiya asrida yashayotgan ekanmiz. Biz bolalarni kelajakka tayyorlayotgan ekanmiz. Biz bolalarni telefondan qutulishga emas, balki to'g'ri foydalanishga o'rgatishimiz kerak. Endi mana shu nuqtai nazardan PISA tahlillari bor. PISA tahlillari nima deydi? PISA tahlillari aytadiki, agar deydi bola telefondan yoki gadjetlardan o'quv maqsadlarida foydalangan holatida deydi, uning deydi o'qish savodxonligi bo'yicha ko'rsatkichlarida o'sishni ko'rsatilgan. Va aksincha, bola telefondan maqsadsiz, ko'ngilochar maqsadlarda foydalangan holatida deydi, uning mantiqiy fikrlashi va matematik savodxonligida pasayish kuzatilgan deydi. Va shunga o'xshagan yana bir xulosa borki, bu boshqa bir xalqaro tadqiqotda aytiladiki, bola telefondan, gadjetlardan qancha ko'p bog'lanish bo'ladigan bo'lsa, aynan maqsadsiz ravishda bog'lanadigan bo'lsa, u o'zini maktabdan ko'proq begona his qiladi, maktab muhitidan degan holat bor. Endi bu xalqaro tadqiqotlar. Endi biz mahalliy tadqiqotlarda nima bo'lyapti? Biz yaqinda o'sha bilamizki, maktablarda yaqin yillardan beri informatika fani yo'lga qo'yila boshladi boshlang'ich sinf o'quvchilariga va bu aynan nima uchun? Boshlang'ich sinf o'quvchilarida aynan media savodxonlikni rivojlantirish. Bilamizki, raqamli qaramlik media savodxonlikdan ajralgan holat tasavvur qilib bo'lmaydi. Endi bu bo'yicha 1-4 sinf o'quvchilari o'rtasida o'tkazilgan jami 1000 ga yaqin o'quvchilar ishtirok etdi bunda. O'sha o'tkazilgan so'rovnoma natijalari nima deydi? Deylik, mana boshlang'ich sinf o'quvchilarining aksariyati raqamli muhitdan foydalanish qoidalari haqida ma'lum tushunchalar shakllangan bo'lsa ham, ularda mustaqil ko'nikmalar hali yo'q. Misol uchun, 1-sinf o'quvchilarining 85.3% ota-ona yoki o'qituvchi internetdan foydalanish qoidalari tushuntirilishini bildirgan. 84.4% begona shaxs yozganda kattalar murojaat qilishi kerakligini aytgan. Ya'ni o'quvchi kattalarga murojaat qilish kerakligini biladi. Bu natijalar bolada asosiy xavfsizlikka doir asosiy qoidalar mavjudligini shakllanayotganini bildiradi. Endi yana bir muhim jihat bor. Muhim jihatki, boshlang'ich sinf o'quvchilari o'rtasida o'tkazilgan so'rovnomada biz mediaga tanqidiy munosabati qanday bo'lishini ham bir o'lchab ko'rdik-da. Tanqidiy munosabatlarda shundayki, aynan 1-sinf o'quvchilarining o'zini 76.8% aytayapti,
internetda hamma ma'lumot ham ishonchli bo'lmasligi mumkin deyapti. Lekin uni bir qarama-qarshi tomoni bor. O'quvchilarning, ishtirokchilarning, respondentlarning yarmidan ko'pi aytayaptiki, kinolarda, reklamalarda, multfilmlardagi hodisalar hayotda bo'lishi mumkin deyapti. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, bolada, demak, kognitiv holatida, umuman bilimda, ya'ni biz tushunarli qilib aytgan nazariyada borki, demak, ko'p narsaga ham ishonib bo'lmaydi. Lekin bu amaliyotga ko'chganda bola baribir medianing manipulyativ, kommunikativ tuzoqlariga tushib qolyapti. Bu nimadan yuzaga keladi? Bu aynan ijtimoiy media tarmoqlarining maqsadidan yuzaga keladi. Mana deylik, misol uchun, kimdir bizni Instagramda ko'ryapti deylik. Hozir kimnidir videosidan keyin chiqib keldik biz. Va gapimizni nechadir soniyasini eshitadi-da, keyingi videoga o'tib ketadi bola. Va bu to'xtamaydi. Ya'ni bizada oxiriga yetishga qiziqish instinkti bor-ku. Mana shu instinkt media bolani ushlab qoladi. Bu yerda yechim nima bo'lishi kerak? Bu yerda yechim bolaning ota-ona bilan o'zaro munosabatida bo'lishi kerak. Ya'ni biz maktabda, o'rtacha maktabda bolani qancha vaqt tutib tura olamiz? Deylik, kunning yarim qismigacha, to'g'rimi? 8 dan 12 gacha. Soat 12:30 dan deylik, misol uchun, bolani yarim soat uyiga ketgan vaqtini hisoblaganimizda ham 12:30 dan kechqurun soat 9-10 gacha u ota-onasi bilan bo'ladi. Xalqaro tajribalar nimani ko'rsatyapti? Yuqorida ham ta'kidlab o'tdingiz va yana qo'shimcha sifatida bugun dunyo mamlakatlari ham aynan mana shu muammo bilan kurashyapti deb ta'kidlab o'tdingiz va xalqaro tajribalar bugun bu muammoni bartaraf etish borasida qanday bir qadamlarni tashladi? Shundayki, EduKids Online degan bir tadqiqot bor. Unda aytiladiki, ota-onaning faol vositachiligi bolaning raqamli ko'nikmalari va xavfsizlik xulqiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaydi. Shuningdek, Buyuk Britaniyani kommunikatsiya ofisi bor, Ofcom deb ataladi. Bu aynan Britaniyadagi kommunikatsiya vositalari, telefon, boshqa ma'nolarni regulyatori hisoblanadi. O'sha regulyator ma'lumotlariga ko'ra aytadiki, ota-onalarning 34% bolalarida uyda maktab ishlari uchun mos qurilmaga doimiy kirish yo'qligini, ya'ni doimiy foydalanish imkoniyati yo'qligini bildirgan. Boshlang'ich yosh guruhida bu ko'rsatkich 44% tashkil etadi. Bu esa raqamli ko'nikmalar shakllanishida aynan ijtimoiy tengsizlik qanchalik muhim ekanligini ko'rsatadi. Endi TALIS 2018, TIMSS 2019 natijalari o'qituvchilarning raqamli kompetensiyasi yuqori bo'lgan sinflarda o'quvchilar texnologiyadan raqamli foydalanishini, maqsadli foydalanishini ko'rsatadi. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, boyagi siz aytgan misolda ham shu narsa ko'rinadiki, bu yerda biz masala o'quvchidan telefonni yoki gadjetni tortib olishimizda emas. Bu narsa biz o'sha berayotgan media mahsulotni qanchalik o'quvchi tanqidiy fikrlayapti, qanchalik qabul qilayapti. Deylik, misol uchun, o'zimiz o'tkazgan tadqiqot natijalariga boradigan bo'lsak, misol uchun 2-sinf o'quvchilarining faqat 46.5% xavfli sahifalarni mustaqil farqlay olishini bildirgan. Bu yarmidan ham kam. Endi bu esa bolalarni qoidani, boyagi oldingi misolda ham aytgandim, ya'ni qoidalarni eslab qolgan bo'lsa ham, murakkab vaziyatlarda bola qaror qabul qilishga qiynalyapti. Ya'ni bu nimaga bog'liq? Bu aynan medianing algoritmiga bog'liq. Endi bu narsa sun'iy intellekt bilan birga yana ham kuchayyapti. Aynan bu yerda nima qilish mumkin? Bu yerda biz endi hozir maktablardan gadjetlarni shunchaki chiqarib tashlab biz o'quvchilarni savodxon yoki bilimli qila olmaymiz. Chunki u agar shunday qiladigan bo'lsak, zamonni orqada qolib ketadi. Endi bu narsa xalqaro tadqiqotlar nima deydi? Xalqaro tadqiqotlar bo'yicha bu yerda yangi metod aytiladi, BYOD, Bring Your Own Device. Ya'ni deylik, misol uchun, oddiy maktab, u maktabda to'liq hammasida ham deylik proyektorlar yo'q, to'g'rimi? Elektron doskalar yo'q, boshqalar yo'q. Lekin deyarli har birimizning qo'limizda gadjet bor. Bu yerda nima bo'ladi? O'qituvchi deylik, misol uchun, maktabda laboratoriyani amalga oshira olmaydi, to'g'rimi? Juda ko'p maktablarda laboratoriya inventarlari yo'q. Endi bu yerda o'qituvchi virtual laboratoriyani bevosita o'quvchilar bilan ishlaydi. Endi bu yerda savol tug'ilishi mumkin. Xo'p, agar o'quvchi maktabga telefonni olib kelayotgan bo'lsa, biz uni diqqatini qanday ushlab qolamiz? U tarqoqlik bo'lib ketmaydimi, tartibsizlik bo'lib ketmaydimi? Bu yerda tadqiqotlar qanday metodni aytadi? Aynan maktab boshqaruvida zonalarni belgilashni aytadi. Ya'ni qizil, sariq, yashil zonalar. Qizil zonalar nima? Qizil zonalar deylik, misol uchun, dars xonalari, maktab kutubxonasi
va umuman o'quvchida haqiqatda o'qish kerak bo'lgan zona. Bu yerda telefon ishlatish taqiqlanadi. O'quvchi bu yerda telefondan foydalanishi mumkin emas. Endi sariq zona qani? Sariq zona o'quvchi telefondan aynan maqsadli foydalanishi kerak bo'lgan zona. Bu kutubxona bo'lishi mumkin, qaysidir xonasi alohida o'quvchilarga xalaqit bermaydigan sharoit bo'lsa agar. Yoki bu informatika xonasi bo'lishi mumkin yoki umuman gadjet kerak bo'ladigan xonalar bo'lishi mumkin. Bu yerda o'quvchi telefondan, gadjetlardan maqsadli foydalanadi. Endi yashil zonalar. Yashil zonalarda o'quvchi bemalol erkin. Bu maktab bufeti bo'lishi mumkin, bu maktab hovlisi bo'lishi mumkin. Ya'ni o'quvchini gadjeti, o'quvchi qo'lidagi telefon yoki deylik har qanday qurilma dars jarayoniga bevosita ta'sir qilmasligini nazarda tutadi. Umumiy xulosalarga quloq tutsak ham bo'ladi. Demak, biz bugun biz deb o'rtaga tashlayapman, ya'ni yoshlar, bolalar yoki bo'lmasa kattalar emas. Biz bugun raqamli qaramlikdan qanday qutulishimiz mumkin? O'zingizning takliflaringiz, marhamat. O'zi umuman bu masalada jami 4 ta yo'nalish borda. Oldini olish bo'yicha beriladigan tavsiyalarda. Birinchisi bu bolalarda media savodxonlikning aynan tanqidiy fikrlash ko'nikmasini shakllantirish. Bu nima degani? Bu yerda bola medianing content, algoritm, manipulyativ xususiyatini tushunishi kerakligi. Ikkinchi o'rinda ota-ona va o'qituvchilar vositachiligi. Ya'ni bu yerda bola qo'lidagi gadjetdan mustaqil foydalanmasligi kerak. To'g'ri. Bu yerda aynan kattalar rahbarligi juda muhim. Chunki kattalar har qanday holatda eng kamida hayot tajribasi bor kattalarda. Boshqa tajriba bo'lmaganda ham. Uchinchidan, ekran vaqtini me'yoriy boshqarish kerak. Ya'ni raqamli texnologiyalarni ta'limga oid yoki ijodiy maqsadlarda foydalanish bolani fikrlashi, umuman kognitiv holatiga ijobiy ta'sir qiladi. Lekin nazoratsiz foydalanishi boya oldingi aytilganidek bu bolani bevosita diqqatiga eng yomon tomoni diqqatini jamlab olishiga salbiy ta'sir qiladi. Bundan buyog'i salbiy pastga qarab tushib ketaveradi. Va oxirgisi va to'rtinchisi bolalarda raqamli muhitda ongli tanlov qilish ko'nikmalarini, qobiliyatini rivojlantirish kerak. Bu nafaqat xavfsizlikni, balki raqamli qaramlik xavfini ham oldini oladi. Umumiy xulosa qilib aytganda, biz boladan raqamli texnologiyalarni tortib ola olmaymiz. Lekin eng kamida unga mana shu gadjetlardan qanday foydalanishni o'rgatishimiz mumkin. Rahmat ma'lumotlar uchun va bugun Renessans minbarida aynan raqamli qaramlik va uni oldini olish, umuman qanday kelib chiqishi va bu bo'yicha aniq maslahatlarni mutaxassislardan birgalikda tingladik. Hurmatli ota-onalar, siz farzandingizga eng so'nggi rusumdagi mobil qurilmani sovg'a qilgan bo'lishingiz mumkin va ular uchun ijtimoiy tarmoqlardan alohida sahifalar ham tashkil etib bergan bo'lishingiz mumkin va bu sizning ota-onalik burchingiz ham bo'lishi mumkin. Lekin afsuski, ularni ko'rayotgan kontentlari va iste'mol qilayotgan ijtimoiy tarmoqlardagi mahsulotlarni nazorat qilmas ekansiz, ularning kelajagi xavf ostida deb bemalol ayta olishimiz mumkin. Raqamli qaramlik kasalligi bu ruhiyatga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi va bu salomatlikdan ko'ra muhimroq bo'lgan, ruhiyat bilan bog'liq bo'lgan kasalliklardan biri. Renessans minbarida dushanbadan jumaga qadar mana shunday muhim bo'lgan mavzularni muhokama qilishga doimo tayyormiz. Xayr, salomat bo'ling.